Mana shu turish naborimiz esa immuniy homilador bo'lishga qiynalayotgan ayollarimizga va klinik davrdan o'tishga qiynalayotgan ayollarimizga juda ham qo'l keladi. Bu naborlarimiz bizani butun organizmimizni gormonal buzilishlardan va jinsiy tomonlama shamollashlardan, stresslardan, har tomonlama nima deydi, turli xil bosimlardan davolab beradi. Mana shu turish naborimiz bilan qizlarjonlar, siz bemalol klinik davridan osongina o'tishingiz mumkin va homiladorlikka tayyorlov qilishingiz mumkin. Biodronimiz butun organizmingizni adaptatsiya qilib, gormonlaringizni tartibga solib, immun tizimingizni oshiradi. Donabella choyimiz esa jinsiy tomonlama shamollashni yo'qotib, vigilenalarni yo'qotib beradi. Prendol sizni har qanday holatda ham kayfiyatingizga kayfiyat qo'shib, energiya beradi. Undan tashqari BBSimiz immuniy ayollardagi xohish istagini oshirib beradi. Omegamiz ham xuddi shunaqa xotiraga, butun tanaga, teriga har tomonlama yordam beradigan mahsulotimiz hisoblanadi. Mana shu turish naborimiz bilan siz bemalol farzandli ko'rishga tayyorgarlik qilishingiz mumkin.